Muborak Ramazon oyi musulmonlarni, faqirlarni quvontiradigan, yetimlarni xursand qiladigan va yosh bolalarni sevindiradigan oy. Shu sababli bizlar ham muraqqablar xayriya jamoasi o'laroq og'ir urushni boshdan o'tkazgan, qiyinchiliklarni boshdan o'tkazayotgan, qishning sovuq kunlarini, yog'ingarchilik kunlarini boshdan o'tkazayotgan G'azzodagi musulmon qardoshlarimizga ushbu muborak Ramazon oyida sizlarning yordamlaringizni, ehsonlaringizni, zakotlaringizni ulashishga davom etyapmiz. Albatta bugun G'azzodagi musulmonlar sizning yordamingizga muhtoj. U yerdagi musulmonlar, yosh bolalar og'ir urushni boshidan o'tkazishdi. Qiyinchiliklarni boshidan o'tkazishmoqda. Va mana bu narsaga sabr qilib kelishmoqda. Chodirlardagi og'ir hayot. Va bizlar ham ushbu muborak Ramazon oyida unumli foydalanib qolishimiz kerak. O'z molimizni Allohning yo'lida sarflashimiz kerak. Chunki ushbu oyda qilinadigan har bir amalning ajri juda ham katta. Va qo'limizdan kelgancha faqirlarga, muhtojlarga yordamlarni ulashtirishligimiz kerak. Ularning yosh go'daklarini quvontirishligimiz kerak. Shu sababli bizlar ham og'ir urushni boshdan o'tkazgan, og'ir hayotni boshdan o'tkazayotgan G'azzodagi yosh bolalarni muborak Ramazon oyida sevintirishga harakat qildik. Albatta mana bu narsaga avvalo Alloh taoloning fazli va rahmati, so'ngra ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizning yordamlari bilan muvaffaq bo'ldik. Ko'rib turganlar ushbu videoda G'azzodagi og'ir kunlarni boshdan o'tkazayotgan, o'yin kulgidan mahrum bo'lgan, tinch hayotdan mahrum bo'lgan mana bu yosh yuraklarni ozgina bo'lsa ham sevintirishga, ularni xursand qilishga harakat qildik. Va kichkina bir tadbir uyushtirib, ular bilan o'yinlar o'ylab, ularga ehsonlarni, ularga hadiyalarni, sovg'alarni ulashtirdik. Albatta, tasavvur qilib ko'ring, o'zimizni farzandimiz qanday tinchlikda, qanday yaxshi faroh hayotda yashayapti. Lekin g'azzolik yosh bolalarchi, ko'plari otasidan ayrildi, ko'plari onasidan ayrildi va qiyin hayotlarda chodirlarda yashashyapti. Albatta bugun ularni xursand qiladigan kun. Mana bu muborak Ramazon oyi shu yosh bolalarni, muhtoj bo'lgan yosh bolalarni quvontiradigan oy. Alloh taolo mana shunday faqirlarni quvontirayotgan, mana shunday yosh bolalarni sevintirishga, ularni xursand qilishga harakat qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va mana bu amallari sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham o'z molingizni, ehsoningizni, zakotingizni mana shunday G'azzodagi muhtojlarga, faqirlarga, yetim bolalarga ulashtirishni istasanglar, bizning aloqa manzilarimizga chiqishinglar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda sizlarning yordamlaringizni